Varda Naim Qosimov, uning assistenti esa Sherzod A'zamov. Boshladik do'stlar, keling. Vodiy derbisi bo'lib o'tmoqda. Va bu yerda poygada Neftchi hozir 4 ochkolik farq bilan oldinda zarba va bizda seyf bor. Boya Jematuncha ichiga yorib kirilgan vaziyat, chiroyli pas qaytardi. Nima bo'ldi? Xo'p, yana bir marotaba ko'ramiz. Bundan boshqa sababni ko'rmayapman bu pauza uchun. Uning qasosi olinishi kerak, o'zbekcha aytadigan bo'lsak. Va harakat qilyapti Surxon, yaxshi boshladi nazarimda. G'ofurov murabbiyligidagi jamoa. Olisdan zarbam kuchsiz chiqdi. Chapga uzatma. Mana bunday chiroyli pas, olisdan yana bir zarba. Aniq Surxon mutlaq ustunlikka ega. Mana imkoniyat, Surxonda xavfli vaziyat yuzaga kelmoqda. Zarba va gol. Surxon oldinga chiqib oldi. Birga bir chiqib borgan futbolchi Farruxjon Qodirov va u hisobni ochmoqda. Mantiqiy gol degan bo'lardim, chunki mana shu Farruh Qodirovning o'zida ham yoki boshqa futbolchilarda ham imkoniyatlar yuzaga kelgandi bungacha. Qarang, unda uzatma imkoniyati ham bor edi, lekin o'zi zarba berib yakunlab hal qilyapti. Sheriga yetkazsa ham u ham bo'sh darvoza oldida qolib ketardi, lekin bu nasiya edi, o'zi naqd hal qilib qo'ya qoldi. Yanglishganda albatta tanqid qilinardi, lekin u yanglishmadi. Qoyil qolish kerak. Qodirovga Karimov ham bor uning yonida. Endi Karimovning pozitsiyasi uzatma uchun, Doriyev esa zarba uchun yo'lladi. Zarba darvozabon qaytaryapti. Darvozabonini epizod uchun olqishlashyapti. Yaxshi ham bu oxirgacha o'sha qilmoqchi bo'lgan harakatini uddalay olmadi. Ya'ni ushlab olmoqchi edi to'pni. Bunday holatda ushlab olish juda qiyin. Yonida turgan raqib futbolchisiga berib qo'yish mumkin. Chap qanot. Surxon shu yerning o'zidan yaxshi g'oya va deyarli yaxshi ijro, ozgina noaniq ketdim. Balki shu tarkibning o'zi bilan holatni o'zgartirar. Baqoyev, Doriyev oldinga o'tmoqda. So'nggi hujum bo'limdagi Sheriga uzatma, xavfli vaziyat va to'p uzoqlashtirib yuborildi. Va yakunda jiddiy to'qnashuv, sariq. Doriyev zo'r uzatma bergandi. Xat boshiga juda kuchli tarzda kelib urildi. Tepdi deya olmayman u. Har holda biroz ortga ham. Mana pas va Mavlonqulov gol do'stlar. So'g'di yana hisobni tenglashtirmoqda. Barobar Samandarjon Mavlonqulov uddaladi. Qanotdan yetkazilgan uzatma, Doriyev assist yozmoqda o'z hisobiga. Bu borada ham raqamlarini yaxshilab olyapti. Va Mavlonqulov gol muallifiga aylanmoqda. Endi ochiq qoldirishdi. Birinchi taymda ham juda ajoyib tarzda chiqib kelgan Merganov bu safar umuman uddalay olmadi, xatoga yo'l qo'ydi. Yana Shaydolov bu safar uzatma berishga ulgurdi. Xavfli vaziyat yo'q. Noaniq ketdi bosh bilan yo'llangan zarba. Karimov, behuzlar ko'p Surxonda. Ulardan hozir endi jamoani tark etganini aytyapman. Zarba gol! Wow! Alloh bergan Karimov. Behruz Karimovni eslayotganimizda Alloh bergan Karimov
qanday chiroyli gol uryapti. Endi bu golda e'tiborsizlik darvozabondan ham ketdi-yu, yana ko'rish kerak, lekin Alloberganning ijrosi juda chiroyli chiqdi. Allobergan mana bunday tarzda darvozani ishg'ol qilyapti. Balki darvozabon ham xuddi men kabi uzatma kutgandir bu yerdan shunchaki. Tomoshabin bo'ldi. Merganov birinchi taymni yaxshi o'tkazgandi, chiqib, eslaysizda men qanday o'qiyapti vaziyatni, o'qimishli darvozabon deb hatto uncha maqtagandim. Hozir esa vaziyatlarni o'qishda xatoga yo'l qo'yyapti. Bilasizmi, bizda 3 ta gol parallel ravishda o'tayotgan uchrashuv ham bor. So'g'diyon oldinga chiqdi va jadvalda yuqoriladi. Surxonda imkoniyat hisobni tenglashtirish mumkin. Mana vaziyat, zarba va seyv endi Mitrovichda. Bu jamoa ham endi ta'qibchi rolda Surxon. Birinchi taym juda yaxshi o'tkazgan, yaxshi taassurot qoldirgan jamoa endi hisob ortda qolyapti, chunki ikkinchi taym 15 daqiqasini qanday o'tkazdi So'g'diyon. Mana bu vaziyatda endi Mitrovichning seyvi. Mana 3 o'zgarish, demak, diqqat qilamiz. So'g'diyon ham Lopchadoriyev sherigi bilan o'ynab oldi. Baribir ichkariga uzatma. Aniq uzatma, darvozabon ushlab oldi. Yaxshi hujumning guvohiga aylandik. Endi hozir umuman Surxon vakilligi kerak emas. So'g'diyon futbolchisi ham bunday qilyapti deb o'ylamayman. Boyagi vaziyatni takroran namoyish etishmoqda. Surxon esa vaziyatni o'zgartirishga urinyapti. Albatta istamaydi. Mana imkoniyat, Doriyev 13-gol tomon yurmoqda. Chalg'itdi, to'xtatdi va endi zarba yo'llaydi. Moddiy harakat qildi bu safar. Hammasini to'g'rilash mumkin, holatni o'zgartirib. Olisdan zarba, Mitrovich. Ishonch bilan o'ynaydi, Mitrovich. Ilib olyapti, ushlab olyapti. Ajoyib pas qanotga. Bu qanday yakunlanadi? Shaydulov. Oqshda zarba noaniq chiqdi. Zarba muallifi esa Ashurboyev edi, Tohirjon. Yaxshi olib o'tdi, faqat bu yog'igacha. Qayta pas ham yaxshi. Kirib borish qiyin, zarbalar bilan harakat qilishmoqda. Noaniq ketyapti, anig'ini qaytarib turibdi hozircha ham. Chiroyli, ajoyib o'tkazib yuborildi. Mana imkoniyat, xavfli vaziyat. Surxon, foydalana olmayapti Mirusmonov. Mana imkoniyat, Zorban, Friday, noaniq. Neftchi ikkinchi golni urdi. Va hal qilyapti ko'p ehtimol. Mana uzatma va gol. Bo'ldi. Mana endi hal bo'lyapti. Gol muallifi esa Zaymovich. 1-3 hal qildi. Navbatdagi assist. Bugun gol urmadi Doriyev, ammo bugun gollariga uzatma berdi Doriyev. Bu g'alabani qo'ldan chiqarib yubormoqda ikkinchi taymda. Mana hammasi qoida doirasida, hammasi himoyachilar xato qilishdi va tabiiy darvozabon ham qutqara olmadi. Seyf qoyil, lekin Mitrovic ham turib berdi va shu yerda to'xtaydi. Va jadvalda mana shunday bir sakrashni amalga oshiradi So'g'diyona. Qoyil. Tarafdan so'ng 6 uchrashuvning 4 tasida g'alaba qozonyapti. Bu juda zo'r ko'rsatkich Baqoyev jamoasiga. Bu uchrashuvda ham vaziyatni o'zgartira oldi. Surxon esa o'sha yoshlarga tayanib yaxshi boshlayapti-yu, lekin balki jismoniy holat, balki tajriba keyin yetishmasdan
natijani boy beryapti.